oilada farzand bo'lmasa, butun aybni ayollardan qidirishadi. Ularni shifokor olib yurishadi, tabiblarga ko'rsatishadi, lekin bugungi tibbiyot mutlaqo boshqa haqiqatni aytyapti. Bepushtlik holatining roppa-rosa 50%, ya'ni yarmi erkaklar omili bilan bog'liq. Bugun biz erkaklar bepushligi nima sababdan yuzaga kelishi, qaysi yashirin kasalliklar bunga zamin yaratishi va eng muhimi har qanday og'ir vaziyatda ham qanday zamonaviy yechimlar borligi haqida ochiq gaplashamiz. Agar siz ham tezroq ota bo'lish baxtiga erishmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni diqqat bilan tomosha qiling. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, men urolog-androlog, o'zimni 5 yillik tajribam davomida juda ko'p oilalarni farzandli bo'lishiga sababchi bo'lgan. Mening maqsadim erkaklar salomatligi borasidagi eng yopiq va nozik mavzularni sizga to'g'ri va ilmiy tushunarli tilda yetkazish. Zero muammodan qochish emas, uni bilish va yechish kerak. Agar sizga haqiqiy professional tibbiy kontent kerak bo'lsa, kanalga hoziroq obuna bo'ling, tugmachani bosib qo'ying, biz boshladik. Bepushtlik nima va uning yashirin sabablari? Xo'sh, tibbiyotda qachon bepushtlik tashxisi qo'yiladi? Agar er-xotin 1 yil davomida hech qanday himoyalarsiz muntazam jinsiy aloqa kechirsa-yu, lekin homiladorlik kuzatilmasa, bu shifokorga murojaat qilish uchun aniq signaldir. Keling, erkaklarda buni keltirib chiqaradigan ko'p 3 ta asosiy sababni ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng ko'p tarqalgan varikotseli. Bu mayak tomirlarini, aynan vena qon tomirlarida kengayishi. Oddiy tilda aytganda, mayak atrofida, ya'ni u yerda qon to'planib qoladi va u yerda harorat ko'tariladi. Spermatozoidlar esa salqin muhitni yaxshi ko'radi. Harorat ko'tarildimi, ularning sifati va harakati keskin tushib ketadi. Ikkinchisi, yashirin infeksiyalar va shamollash. Surunkali prostatit jinsiy yo'l bilan o'tadigan yashirin infeksiya spermatozoidlarni bir-biriga yopishib qolishiga va ularni nobud bo'lishiga olib keladi. Uchinchisi, gormonal buzilishlar va zamonaviy hayot tarzi. Testosteron gormonini pastligi, stress, zararli odatlar va hattoki tanadagi ortiqcha vazn ham spermatozoidlar ishlab chiqarilishini butunlay bloklab qo'yishi mumkin. Mening amaliyotimda juda ko'p uchraydi. Bemorlar yillar davomida tabiblarga qandaydir giyohlar ichib yurishadi yoki falon pulga sifatsiz dori-darmonlarni sotib olishadi. Vaqtni ham, pulni ham yo'qotishadi. Aslida esa erkak kishi bor yo'g'i bitta asosiy tahlildan boshlashi kerak. Bu spermogramma. Ushbu oddiy tahlil spermatozoidlarning sonini, ularning qancha tez harakatlanishi va eng muhim bo'lgan ularning formasi qanchalik to'g'ri ekanligini, ya'ni morfologiyasini ko'rsatib beradi. Agar spermogramma ideal bo'lsa, muammoni boshqa joydan qidiramiz. Agar unda nuqson bo'lsa, darhol yechimga o'tamiz. O'zi bugungi tibbiyot nimalarga qodir? Endi esa eng muhim qismiga keldik. Xo'sh, yechim bormi degan savol tug'iladi. Men sizga shifokor sifatida ayta olaman, zamonaviy andrologiyada yechim yo'q vaziyatlarni o'zi deyarli qolmadi. Gormonni to'g'rilash va infeksiyani davolash. Agar muammo gormonlar yoki infeksiyada bo'lsa, to'g'ri tanlangan sxema asosida dori-darmon orqali sperma ko'rsatkichlarini 2-3 oyda ajoyib darajaga ko'tarish mumkin. Jarrohlik yechim, marmara operatsiyasi. Agar muammo varikotseli bo'lsa, bugun mikroskop ostida mikroxirurgik operatsiya bajariladi va bu mutlaqo og'riqsiz bo'ladi. Kesmalar juda kichik, asoratsiz jarayon bo'lib, erkaklarning tabiiy yo'l bilan ota bo'lishiga imkoniyatni keskin oshirib beradi. Hattoki Eko va XI texnologiyalari eng og'ir holatlarda, hattoki spermada sanoqli dona sog'lom spermatozoidlar qolgan bo'lsa ham, zamonaviy laboratoriya sharoitida o'sha bittagina hujayrani ajratib olib, sog'lom farzand dunyoga keltirish imkoni bor. Videoni oxirigacha ko'rgan aziz erkaklar, farzandsizlik bu hukm emas, bu shunchaki vaqtinchalik tibbiy muammo va uni hal qilsa bo'ladi. Ota bo'lish baxti har biringizga nasib qilsin. Siz bu borada qanday muammolarga duch kelgansiz yoki sizni qanday savollar qiynayapti? Izohlarda yozib qoldiring, men har biriga javob berib chiqaman. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Agarda farzand kutish niyatida yurgan juftliklar bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Zero ularga ham manfaatli bo'lsin.